Bugün biz ana shundaq umidlarga muhtoj. Vatanimiz bir kun fatih bo'ladi. Shu vaqtda bizmi payg'ambarimizning ta'limotlariga uyg'un holda adil va hur bir davlat qurib chiqamiz. Bugün İslam ümmeti ruhi cihettin hayatının en xushal ve baxtli kunlarini o'tkazib o'tadi. Nimishqa demsiz? Chunki muborak Ramazon oyining rahmat kunlari bilan xo'shlashib, mag'firat kunlarida turyapmiz. Allohning sinoqlariga sabr qilib, rahmatidan umid qilganligimizni o'ttirib qo'yib, uning mag'firati va yordamini so'rab kechalarda duo qilyapmiz. Butun dunyo miqyosida necha milliard musulmon bu kunlarda Allohga yaqinlashadi. Ammo bu musulmonlar ijtimoiy va siyosiy jihatdan qanday yashayotidi? Ummatning bir parchasi bo'lgan Uyg'ur musulmonlari nima kunlarni ko'ryapti? Ular bugun eng qorong'u va dahshatli minutlarga shohid bo'lyapti. Undaqda ruhimizdagi o xushallik va baxt bilan realligimiz nimishqa buncha farqli bo'lib ketdi. Acaba bu haq dinning ustunlik qazandigan vaqti bo'lmaganmi? Biz bugun islom ummatining tunji va yemirilmas g'albisi hisoblanadigan Ramazon oyining 12-kuni, ya'ni bugungi kunda amalga oshgan islom tarixida buyuk fatih deb nom olgan Makkaning fathi haqida qisqacha to'xtalamiz. Milodiya 610-yili payg'ambar alayhissalom kelgan islom risolati kundan kunga kuchayotgan bo'lsa-mu, Makkadan iborat rayonning markaziy nuqtasi yanada mushriklarning va shirkning poytaxti bo'lib o'tadi. Atrofdagi qabilalar payg'ambar va ashablarining Quraysh qabilasi bilan bo'lgan bu jig'ining natijasini kutib o'tadi. Payg'ambar g'alaba qilsa, uningga ergishib minishni, Qurayshlar g'alaba qilsa, chondurmasdan yanada turaverishni o'ylashib o'tadi. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan bir hadisda Amir ibn Salama radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz bir quduq yonida o'ltirayotgan edik. Yenimizdan bir karvon o'tganda biz ulardan Muhammed aleyhisselam'a qanday qaraysizlar deb so'radik. Ular u o'zini payg'ambar deb atadi. Qaranglar bo'lmasin, agar haqiqiy payg'ambar bo'lsa, qavmi ustidan g'alaba qildi deydi. Amir ibn Salama deydi, ularning bu so'zlari qalbimga o'rnab ketdi. Makka fathi bo'lganda bo'lsa, ularning hammasi kelib iymon etishdi. Bu ahvol xuddi bugungi bir qism Uyg'urlarning o'z mavqesini ochiq bayon qilmasini kutayotgan, vatanning yo'li ochilgan hamon darhol ko'n maqom bo'yicha vatanga qaytib hech bo'lmagandek yashayverishni o'ylashayotganligiga o'xshaydi. Chunki bularning mag'lub bo'lg'usi yo'q, mag'lub bo'lgan tarafda turg'usi yo'q. Ammo islom bilan kufr orasidagi bu jang ya g'alba va ya mag'lubiyat. Hijratning 6-yili Makka mushriklari bilan tuzilgan Hudaybiya sulhisining muddati 10 yil qilib bekitilganda musulmonlarning ko'ngli yerim bo'lgan edi. Ammo 2 yil o'tmayla mushriklarning ahdisini buzdiganligini bir Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Allah Taala'nın Hudaybiya sulhisini uçuq zafar deb ataganligi Makka fathisining xush bishoratidan boshqa narsa emas edi. Chunki izilgan va yurtidan qo'g'lab chiqarilgan bu musulmonlarni faqatla yurtiga qaytib izzitin tiklash xushal qiladi. Qurayshlar sulhi moddalariga xiloflik qilib, musulmonlarning ittifoqdoshi bo'lgan Xuzoa qabilasidan 20 kishining o'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Shuning bilan Xuzoa qabilasining oqsoqoli Amir ibn Salim payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib ahvolni bayon qilganda, Peygamber aleyhisselam sana çokum yardım kılman ey emir. Eğer sana yardım kılmasam Allah bana yardım kılmasın deyiş arqalı Mekke fethisiga bo'lgan kuchlik irodasini ifodalagan edi. Peygamber aleyhisselam Mekke fethisiga qilgan tayyorlikni intayin maxfiy tutdi. Hech kim qayerga tayyorlanayotganligini bilmagan edi. Shundoq bo'lsa-mu, Abu Qatada boshchiligida 18 kishilik bir atratni Izam vodisiga avatish orqali shu taraflarga yurish qilayotgan o'xshaydi degan uchurni bergan edi. Ammo bizning bugun dabdablik shuarlarni tovlashlarimiz, qilayotgan har bir ishimizni medialarga qo'yib tashviq qilish orqali dushmanning texmi yaxshi tayyorlik qilib olishiga sharoit yaratib berishimiz amaliyotda zamonimizda moda bo'lgan bir harakatdir. Payg'ambar quruq shuar bilan emas, balki amaliy harakati bilan musulmonlarga ulgu yaratib bergan edi. Shundoq Payg'ambar alayhisalom va sahobalar surgun qilingan yurtlarga qaytib keldi. Ammo burunqi ko'ni tuzum va xorliq bilan emas, balki islomiy tuzum va izzat bilan qaytib keldi. Payg'ambarimizning qalbisi musulmonlarning ko'ranglash tuyg'usiga keltirmasdan, balki texmi saxiy, texmi mard qilib etdi. Musulmonlarga zulm qilgan mushriklarga amonlik berish orqali islomning tinchlikparvar ruhi namoyon qilindi. Bugun biz ana shundoq umidlarga muhtoj. Vatanimiz bir kun fatih bo'ladi. Shu vaqtda bizmi payg'ambarimizning ta'limotlariga uyg'un holda adil va hur bir davlat qurib chiqamiz. Allohga sajda qilib turib, g'alaba tantanasiga cho'mimiz. Shu sababdan bugun bizdan talab qilinayotgani faqatla umid va tirishchanlik ruhidir. Hammamizning bu ulug' kunlarda vatanimizni unutib qolmaydiganligimizga ishonchim komildir. Ulug' Allohdan
fatih so'raymizki, bizga aşı ruh va umid ato qilg'ay. İslamimiz bilan faxrlanadigan, izzatimiz bilan yashash g'oyasi tiklaydigan aşı ustun ruhni ato qilg'ay.